Salam qadrli qarindoshlar, qanday ahvolinglar? Bugun biz olamning yaratilishi 30-babni bir qatim ko'rib o'taylik. Oldi bilan olamning yaratilishi 30-babni bir qatim o'qib chiqaylik. Olamning yaratilishi 30-bab. Rahila Yaqubga bola tug'ib berolmagachga, hadisiga hasad qilib Yaqubga: "Mendimi bola teping, bo'lmasa o'lgunim yaxshi" dedi. Yaqub Rahilaga chiqlab: "Seni tug'mas qilib qo'ygan Xudo tursa, men nima qila olaydim?" dedi. Rahila uningga: "Siz mening dedikim Bilha bilan bir o'rinda yeting. U menga bola tug'ib bersin. Buning bilan menmo ona bo'lib qolay" dedi. Shunda qilib Rahila dediki Bilhani eriga kichik xotinlikqa berdi. Yaqub Bilha bilan bir o'rinda yotdi. Bilha homildor bo'lib Yaqubga bir o'g'il tug'ib berdi. Rahila: "Xudo adil hukm chiqarib, duoyimni anglab, menga bir o'g'il berdi" dedi. Shunga balaning ismini Dan, ahangjetda adil hukm chiqarish deb qo'ydi. Bilha yana homildor bo'lib Yaqubga ikkinchi o'g'ilni tug'ib berdi. Rahila: "Men hadam bilan qattiq kurash qilib, oxirini yengdim" dedi. Shunga balaning ismini Naftali, mening ko'rishim deb qo'ydi. Liya o'zining tug'uti to'xtab qolganligini sezib, dediki Zilpani Yaqubga kichik xotinlikqa berdi. Zilpa Yaqubga bir o'g'il tug'ib berdi. Liya: "Men haqiqatan talaylik" dedi va balaning ismini Gad, ma'nisi talaylik qo'ydi. Zilpa Yaqubga ikkinchi o'g'ilni tug'ib berdi. Liya: "Men haqiqatan baxtliga, ayollar meni baxtli ayol deyishidi" dedi. Shunga balaning ismini Ashir, ma'nisi baxtlik deb qo'ydi. O'rim mezgilda Liyahning cho'ng o'g'li Ruben bug'doyliqdan tug'masligiga shifo bo'lgan bir xil dori o'simlik tepib olib Liyahga berdi. Buni ko'rgan Rahila Liyahga: "Menga o'g'ling tepib olgan dori o'simlikdan biroz bergin" dedi. Liyah uningga: "Mening erimni tartib olganing yetmamdi. Endi mening o'g'lim tepib olgan dori o'simlikni mo tartib olib, meni bola tug'ishdan mahrum qilmoqchimisan?" deb javob qaytardi. Rahila: "Agar sen o'g'ling tepib olgan dori o'simlikni menga bersang, bugun kecha Yaqub sen bilan birga bo'lsin" dedi. Shu kuni kun patganda Yaqub bug'doyliqdan qaytib kelganda Liya oldiga chiqib uningga: "Bugun akşam cho'qim men bilan yeting, chunki o'g'lim tepib olgan dori o'simlikning badaliga siz bilan bugun kecha bir o'rinda bo'lish huquqiga erishdim" dedi. Shunga u kecha Yaqub Liya bilan birga yotdi. Liyahning duosi Xudoga yetdi. U yana homildor bo'lib Yaqubga 5-o'g'ilni tug'ib berdi. Liya: "Xudo menga ajr qildi, chunki men o'z dedikimni erimga berdim" dedi. Shunga u balaning ismini Isaskar, ahangjetda ajr deb qo'ydi. Liya yana homildor bo'lib Yaqubga 6-o'g'ilni tug'ib berdi. U: "Xudo menga qimmatli sovg'at berdi. Endi erim menga yaxshi muomala qiladi, chunki men uningga 6 o'g'il tug'ib berdim" dedi. Shunga u balaning ismini Zabulun, ahangjetda sovg'at deb qo'ydi. Undan keyin u bir qiz tug'di va uning ismini Dina deb qo'ydi. Keyin Xudo Rahilani yod etib, duosini ijobat qilib, uni farzand yuzi ko'rgan qildi. U homildor bo'lib bir o'g'il tug'di. U: "Xudo menga o'g'il berib, meni numusdan xalos qildi. Parvardigordan yana bir o'g'il tilayman" dedi. Shunga o'g'lining ismini Yusuf, ahangjetda yana bersin deb qo'ydi. Rahila Yusufni tuqqandan keyin Yaqub Labanga: "Menga ruxsat qiling, o'z yurtimga qaytay. Ayol va bola-chaqalarimni elib ketishimga ruxsat qiling. Ular mening sizga ishlab bergan ish haqqim bo'lsin. Mening sizga qanday tirishib ishlaganim o'zingizga ma'lum" dedi. Laban uningga: "Sen mendan xushal bo'lsang, mening yenimdan ayrilma. Men hozir boy bo'lib ketdim. Parvardigorning menga baxt ato qilganligi sening yenimda bor bo'lganingdan ekanligini palatish orqali tunib yetdim. Etkin, qanchalik haq so'rasang, jazman shunchalik beraman" dedi. Yaqub javob berdi: "Mening qandoq jon tikib ishlaganligim, ajrim bilan qo'yganlaringizning qandoq ko'payib ketganligi o'zingizga ayon. Men kelishdan ilgari sizning qo'l ilkingizda ancha yo'q edi. Hozir boyligingiz shuncha ko'paydi. Parvardigor mening eningizda bo'lganimdan sizga baxt ato qildi. Endi men o'z oilamni o'ylashim kerak" deb javob qaytardi. "Amsa sana nim berishim kerak" deb so'radi Laban. Yaqub mundaq javob berdi: "Menga ish haqqi kerak emas. Agar tuvandagi bu taklifimga qo'shilsangiz, chorvalaringizni davomli baqay. Taklifim mundaq: bugun chorvalaringizning orasiga kirib, tag'il, chipar va qora qo'ylarni hamda chipar va tag'il o'shkinlarni ayirib chiqay. Bular mening ish haqqim bo'lsin. Kelgusida sizga samimiyligimni mundaq ko'rsatmoqchiman. Siz mening ish haqqimni tekshirib kelganingizda, agar
ilgari mening chorvalarimning ichida tag'il va chipar bo'lmagan, o'chga yoki qari bo'lmagan qo'ylarni uchratsangiz, ularni o'g'irlab kelingan deb bilalaysiz. Laban, sening taklifingga qo'shildim, deganingdek bo'lsin, dedi. Biroq shu kuni Laban asli Yaqubga tegishli bo'lgan tag'il va chipar erkak o'chkilari bilan chipar va oq rang aralashgan tishi o'chkilarni hamda barliq qora qo'ylarni astardan ayirib chiqib, o'z o'g'illariga baqtirdi. Andin u bu mallarni Yaqubdan 3 kunlik yiroqlikdagi bir joyga elib ketdi. Yaqub Labanning qilgan padalarni baqdi. Buni bilgan Yaqub terak, badam va chinar daraxtlardan ko'p shoxlarni kesib, qo'ziqini tag'il shaklda, yana bir yo'lda qo'ziq yo'q qilib so'ydi. U bu shoxlarni mallarning o'qirlariga, ya'ni mallarning oldiga sanjib qo'ydi. Mallar so'shkil kelganda shu yerda juplashib qoladi. Mallar shoxlarning oldida juplashsa, tag'il va chipar qo'zlarni tug'atdi. Yaqub ularni qolganlardan ayirib qo'ydi. U qolganlarni Labanning tag'il va qara qo'ylariga qartib qo'yib urug'lantirdi. Shunday qilib Yaqub o'z padalarini ko'paytdi hamda Labanning padalaridan ayirdi. Sağlam mallar juplashsa, Yaqub shoxlarni ularning oldidagi o'qirga sanchib qo'yadi. Mallar shu shoxlarning yanida juplashadi. Lekin teni ajiz mallar juplashsa, shoxlarni sanchimaydi. Uzun o'tmay o'ruq mallar Labanga qilib, semiz mallar Yaqubga o'tdi. Shunday qilib Yaqub bargan seri beyib nurg'un qo'y padalari, ayol qullar, to'yga va eshaklarga ega bo'ldi. Xo'sh qarindoshlar, unda bo'lsa Olamning yaratilish 30-bob mazmunga bir qatim inchiklik bilan kirib o'taylik. Bugungi mazmunmi, ya'ni cho'ng mazmun yo'q, lekin kichikdan biz ikki bo'lak ayirib, birinchisi Rahilaning hasad ko'rishi deb turib, ya'ni Rahila bilan Liyahning baladuq, ya'ni shu Yaqubning 12 balasi farzandining, ya'ni 12 o'g'il bir qizning qanday qilib baliq paydo bo'lgan dunyoga kelganliklariga oid mazmun bilan, yana birisi ham Yaqubning Labanga, ya'ni uydan, ya'ni Labanga deydi emasmi? Endi men ailemni o'ylashim kerak, uy qaytishimga ruxsat qiling deb turib, Yaqubning uy qaytish planini qilishi, ya'ni uy qaytish planini boshlashi deganga oid, ya'ni shunday bir mazmun. Bularni endi ya'ni inchiklik bilan tafsil kirib ko'rib o'tishga to'g'ri keldi. Bizning mazmunlarimiz endi pek inchki mazmunlar emas, ya'ni buni nima deymiz, sizlarga faqat muqaddas kitobni qanday ko'rish, qanday tahlil qilish, degan o'sha bir qism ariq ko'rinishlar, tarixiy ko'rinishlar degan o'sha narsalarni hamda sal qarash bo'lmaydigan bir qism taraflarni sizlarga ko'rsatib berish uchun ham qotgan narsa, buning ya'ni tafsiliy mazmunlarni, bu mazmunlar orqali Xudo sizlarga nimalarni da'vat qilib qayt mazmunlarni o'z oldinglarga ko'rib o'tishinglar to'g'ri keldi. Bugün undaq bo'lsa Yaqubning mazmunini ko'rib o'taylik. Biz oldingi babda, ya'ni 29-babda asosan Yaqubning, ya'ni Laban oilasi kelishi, ham shunaqla Liyah bilan Rahilani qanday amriga olgan jarayoni, ya'ni Yaqubning oldinib ketib Rahilani olman deb amriga olmoqchi, lekin Liyahni Laban oldi bilan Liyahni uningga xotinlikqa berdi emasmi? Xotinlikqa berib, shundan keyin o'zi so'yilmagan Liyah, ya'ni 4 o'g'ilning, ya'ni Yaqubdan 4 o'g'il topganligiga oid mazmungacha ko'rgan edik. Buning markaziy mazmunlari nima desak, asosan Yaqubning o'zi ko'rgan bo'yicha, o'zining ko'zida yaxshi deb qaragan, o'zining ko'zida chiroyli deb qaragani bo'yicha, o'zining usuli bo'yicha qilgan bir qism ish izlari, ya'ni lam shaxsiyatchilik bilan qilgan ish izlari mayli, padishlar orasida bo'lsin, ham shunaqla ayollarga bo'lgan muomalasi bo'lsin, deganga o'xshash hamda Yaqub o'zining yaxshi ko'rgani bo'yicha, o'zining xiyoli, o'zining o'lchami bo'yicha yashagan vaqtida Xudo bo'lsa, bu ya'ni Parvardigor Xudo Liyahning yaxshi ko'rilmagani ko'rib degan orqali, biz ko'rib degan fe'l orqali Parvardigorning Yaqubning qilgan shu nima deymiz, haqsizlarcha ish izlari, ya'ni haqsizlarcha qilgan shu muomalasi ayollarga bo'lgan pozitsiyasi orqali shu haqsizlar haqqan iloj yashamagan, ya'ni haqqan iloj pozitsiya qilgan shu Yaqubning ayoli Liyahga bo'lsa farzand ato qilib, Rahila bo'lsa Tomas bo'lganligini biz ko'rgan edik. Bugün mushu mazmunlarga Yaqubning mazmuni, ya'ni biz necha bab bo'ldi, 2-3 bab bo'lib qoldi biz Yaqubga qaytib kelgan vaqtimizda. Balkim buningda bir qarasak
bizning hayotimizga nihoyat yaqin bir qarasa ba'zan taraflarimizning Yaqubning ustida ko'ra olamiz. Yaqubning shu ishlar orqali ko'ra olamiz. Ya'ni Yaqubning hayoti inson tabiati. Yani insanların günahkar tabiatini yo'rtib bergan bir qism shunday taraflar nihoyat aniq ochiq ko'rsatib bergan taraflar. Biz hozirgacha İbrahimni ko'rdik, uning oldinda mayli qo'yaylik, ya'ni Xudoning va'dasi, ahdisi boshlangandan boshlab İbrahimni ko'rdik, Ishoqni ko'rdik, endi Yaqubni ko'ryapmiz. Qarasak bu uchisining ya'ni boshlanish nuqtasi o'xshamaydi deylik. Masalan, har bir odamning boshlanish nuqtasi o'xshamaydi. Biz qaraganimizda İbrahim bo'lsa 75 yoshga kirib, andan keyin Xudoga uchrashdi. Undan burun bo'lsa, ya'ni butparastlarning nimasida yashayotgan İbrahim edi. Xudo bilan u personal bir munosabat, ya'ni Xudo bilan munosabatini bog'lagandan keyin, garchi u nurg'un egispas jarayonlarni boshdan kechirgan bilan, ya'ni Xudoga tayinib, keyin uning e'tiqodining qanday tavlanib, qanday o'zgarganligini biz ko'rib o'tgan edik. Isoq bo'lsa, tug'ilishidan, ya'ni bir e'tiqodchi oilasi dunyoga kelgan desa ham bo'ldi. Ya'ni tug'ilishidan otasining onasining e'tiqodini boshdan kechirib ko'rib, ya'ni Xudoga oid so'zlarni anglab cho'g'an bir e'tiqodchi oilasi dunyoga kelgan. Hem o İsoqmi hatta otasining, ya'ni e'tiqodining kolumnasiya qismi eng cho'ng pallasi bo'lgan. Ya'ni shu ya'ni Isoqni qurbonlik qilgan shu joylarni Isoq beshidan kechirgan desa ham bo'ldi. Ana shunday, ya'ni e'tiqodchi oilasi tug'ilib, e'tiqodchilik hayoti bilan boshlagan Isoq Isoq bo'lsa, andan keyin endi Yaqub bo'lsa-mu, Yaqubmi garchi Isoqqa o'xshash shunday bir e'tiqodchi oilasida deylik. Isoqmi Xudoning ahdisini bağlab, ahdisining xalqi bo'lgan Isoqning farzandida shunday bir e'tiqodchi oilasida tug'ilgan bilan, toki bu e'tiqodchilik oilasida e'tiqodchi nimasi bilan tug'ilgan bilan, lekin bu Yaqub bo'lsa, ya'ni Yaqubni qaraydigan bo'lsak, buning nimalari, bu ham Xudo bilan bir personal munosabat o'rnatmagan. Shunday holatdagi, ya'ni burun holati bo'lsin, ya'ni Xudo bilan uchrashdan burun holati bo'lsin, hatta Xudo bilan uchrashishmi, hozirmi bunun hayotining texi o'zgarmaganligini, hayotining yanalam shu o'zining gunohkor tabiati bo'yicha o'zining shu tabiatiga ergishib yashayotgan Yaqubni biz hozir ko'ryapmiz. Ya'ni bularning, ya'ni hayotining boshlanish nuqtasi o'xshamaydi degan o'xshash. Bu nima desa, har bir odam Xudo bilan personal munosabatni, ya'ni Xudo bilan personal munosabatni bog'lab, boshlanib, Xudoga tayinib, o'zining shu gunohkor tabiatidagi, kon tabiatidagi shu ojizliklarni, gunohlik tabiatlarni, nuqsonlarni, shunday bir mijoz xarakterdagi shunday bo'lmag'ur bir tabiatlarni Xudoga qachon tayinib, ham Xudoning irodasiga tayinib, Xudoning biz burunmi degan to'q, ya'ni oldi bilan Xudoning podshoh, ya'ni Iso Masih degan Xudoning podshohligini oldi bilan tilsanlar, qolgan narsalar qo'shilib berildi degan o'xshash. Biz qachon o'zimizni emas, balki o'zimizning qalb taxtimizga, qalb podshohimizga Xudoni o'tkazib, Xudoning nima izlayotganligini, nimadan xursand bo'lganligini, bizning hayotimizni qanday yetaklayotganligini, ya'ni Xudoni o'zimizga bosh qilib, Xudoga tayinishni, Xudoga biz tispikishni o'rgangan vaqtimizda andan keyin hayotimiz haqiqiy o'zgarishga boshlaydi. Garchi biz Xudo bilan munosabat bog'ladik desakmi, lekin bog'ladik deb yursakmi, lekin Xudoga tayinishni o'rganmasak, Xudoga tayinib o'zimizga ojizliklarni, gunohkor tabiatlarni biz tashlashni, ya'ni almashtirishni, isloh qilishni, ham Xudoning oldida tispikishni bilmagan vaqtimizda, Xudoning obrazi bo'yicha yangi tabiatga ega bo'lish deganning nimaligini biz tushunmagan vaqtimizda, shu e'tiqodchilik hayotimizda haqiqiy hayotning ma'nosining nimaligini biz haqiqiy tushunib turib, uni hayotimizga o'zlashtirmagan vaqtimizda bizning hayotimiz, ya'ni o'zgarmay, ya'ni shu bitan burunqi shu, ya'ni hozirgi Yaqubga o'xshash, Yaqubmi chunki Xudo bilan garchi personal bir munosabatni bog'lagan bilan qarasak, shu vaqtlar baytali bir tasdiqlab qo'ygan bitanlar, shundan keyin biz qarasak hech bir Yaqubning Xudoga tayinib, Xudo bilan qilganligiga oid bir og'iz so'z qilganligini biz uchrashtirmadik. Shunga o'xshash ham buning Sen o'zing tabiat bo'yicha biz 29-bobda ham Xudo bilan uchrashgandan keyingi bir bobning ichida men qilcha o'zgarish bo'lmaganligini, o'ziga tayinib, endi o'zi burun qanday bo'lsa shunday holatda shunday yashaganliklarni biz ko'rdik. Shunga o'xshash biz qachon bayam degan o'xshash Xudo bilan shunday bir personal munosabat
bağlab biz o'lchamni Xudoga biz oldingi 29-bobda ko'rdi degan fe'l orqali so'zga o'xshash. Buni mencha olamni yaratilish 1-bobni qayta anglab olsanglar mencha eng yaxshi bo'ldi. Shunga o'xshash biz e'tiqodchilar qachon qalb taxtimizga Xudoni o'tkazib, hayotimizda Xudoning ko'zi bilan qaragan vaqtimizda, har bir ishlarimizga Xudoning ko'zi bilan baho bergan vaqtimiz, ya'ni o'lchimimizni Xudoga qo'yib turib, hayotimizga biz yaxshi, yomon, undaqsi yaxshi, bundaqsi bo'lmaydi degan shu narsamizning o'lchimini biz qachon Xudoga qo'yib turib, Xudoning haqiqatiga qo'yib turib, Xudoning so'ziga qo'yib turib muomala qilishni o'rgangan vaqtimizda, andan keyin bizda haqiqiy bir hayot e'tiqodchilarga tushliq, shuna bir yangi bir hayotni yashayotganligimizni biz shu vaqtda his qilamiz. Bizning e'tiqodimiz hayotiy bir e'tiqod. Biz Xudo bilan kunda uchrashib, Xudoga shuni ataynamizda, kunda bizning hayotimizda Xudoning marhamati, Xudoning qudratiga tayangan, to'lgan, Xudoning ulug'ligi to'lgan shu qadar mo'l bo'lgan, shu qadar hayotni biz yashay olamiz. Lekin biz Xudoga tayanmay, men Xudoni tuniyman deb yashagan vaqtimizda bizning hayotimiz normal insonlardagilar bilan, yana boshqa e'tiqoddagi insonlar bilan, bizning musulmonlik hayotimizning bilan hech qanday cho'ng farqi yo'q hayotni yashab qolamiz. Shuning uchun shu mazmun orqali men yana bir ta'kidlamoqchi bo'lganim, biz Xudo bilan personal munosabatni o'rnatgan ekanmiz, Xudoga tayinishni, Xudoni personal munosabat o'rnatdi deganlik, Xudoni mening xo'jayinim, Xudoni mening podshohim, qalbimning sultoni deb e'tirof qilganlik degan. Men Xudoning xizmatkori, men Xudoning qo'li, Xudoning haqiqiy bandisi degan o'xshash shularni e'tirof qilganligimiz bo'ldi. Shuning uchun biz kunda hayotimizda har bir ish doiramizda bo'lsin, biz shu har vaqt Xudoning bizning podshohimiz ekanligini e'tirof qilib yashashni biz haqiqiy o'rganishimiz va haqiqiy Xudoning ato qilgan shu mangulik hayotidagi bizga ato qilgan nurg'un mo'l mazmunliq shu hayotni biz yashab chiqarishimizga men qayta bir qatim tilakdoshman. Şunun o'xshash biz 29-bob shunchalik yig'incha qilsak, endi 30-bobda biz oldingi bobda, ya'ni Liyahning bola tug'ib qilgan mazmunni ko'rgan, ya'ni 4 bolasini Liyahning 29-bobda tug'ib olgan, ya'ni birinchi bolasi Rubenni, ikkinchi bolasi Shimonni, uchinchi bolasi Lavini, to'rtinchi bolasi Yahuda, mushaga qadar biz mazmunni ko'rib o'tgan. Endi buni mazmuniga kelsak, 30-bob kelsak, bu birinchi bo'lakda bayam degan o'xshash Rahilaning hasad ko'rishi deb tema qo'ydik. Nima uchun degan vaqtimizda qarasak, ya'ni 30-bob birinchi aytdi. Rahila Yaqubga bola tug'ib berolmagachga hadisiga hasad qilib deb mushundaq boshlandi. Biz qaraydigan bo'lsak, Abraham dedik, Ibrohim bo'lsin, Isaq bo'lsin, endi Yaqubga keldi. Uchisining o'xshash bir duchari bo'lgan masalasi nima desa, tug'maslik masalasi. İbrahimning ayoli Saramo tug'maslik masalasiga duch kelgan. 75 yoshga qadar bir dedigini olib berib, bir farzandlik bo'lishini qilib baxmagan Sara, aksincha Xudo ularga va'da berib, farzand ato qilganligini va'da berib, ularga nurg'un farzand ato qilganligini ham va'da berib, ahd tuzib qilgan vaqtida bo'lsa, bu Saraning qilgan ishini bo'lgan desa, shu vaqtda biz buning tafsir so'zlagan Hajarni kichik xotinlik ilib bergan mazmunni ko'rgandik. Lekin Isoq bo'lsa, ayolining shunday tug'maslik masalasi oldida duo qilganligini, kutganligini, Xudoning hal qilib berishini kutganligini biz so'zlagan edik. Qarasak 20 yilga yaqin 40 yosh o'ylangan Isoq 60 yoshda Yaqub bilan Asov oti bo'lgan emas, ya'ni 20 yillik kutishning jarayonida qo'shkesakka erishgan. Ya'ni shunday tug'mas masalasi oldida har birisining, endi Yaqubningmi ayolining tug'mas masalasi oldida qilgan muomalasini bir ko'rib o'tishimizga to'g'ri keldi. Bu uchisining ayollarining bu masalasi oldida, ayollarining emas, bu o'zining masalasida bularning pozitsiyasining har xil ekanligini biz bu mazmunlar orqali ko'ra olamiz. Endi mushundaq Rahila o'zining tug'masligi, ya'ni tug'masligi sababidan hadisining qarasak biz 4 o'g'ilni asrash tug'ib bo'ldi dedik. Shundaq hadisining bola tuqqanligiga hasad qilgan. Biz izchil da'vatimiz qadimgi zamonlarda tug'maslik deganning tug'maslikning qanchalik bir nomusliq ish, ya'ni qanchalik bir ayollarni shu qadar baxtsizlik bir ish ekanligini biz jiq ko'ra olamiz. Masalan,
konakda qarasanglar siz shuna xalqi balasi tug'maslik sababidan balasi yo'q bo'lganligi uchun deganga o'xshash ayollarning ahuzarlarini yani tug'mas sababdan qana faryodlarni biz ko'jiq ko'ra olamiz. Shunga o'xshash bir tug'maslik qadimki shu zamonlarga nisbatan ayollarning tug'masligi bo'lsa nihoyat bir baxtsiz bir ayol deb birinin qılalaydan darajada bir baxtsizlik ekanligini biz ko'ra olamiz. Shuningdek Rahilami tug'maganligi uchun yani men o'lganim yaxshi emasmi, mendami bola teping deb Yaqubga shundaq xalqi ning qilayotganligini biz ko'ramiz. Jidal deymizmi? Buni Yaqubga shunaqa bir ning qilayotganligini. Yani hadis qarasa 4ni tug'ib bo'ldi-da. Şuna qizg'inib, nima hadisidan qizg'inib, hadisiga hasad qilib, Yaqubga ochiqlab qolganligini biz ko'ra olamiz. Mushundaq ahvollarda Yaqub bo'lsa, Rahilaga, ya'ni tasalli bermasdan biz dedik Yaqub qarasaq dedik Yaqubning gerçi Xudo bilan personal bir munosabat boshlangan bilan Xudoga tayinib, Xudomda qilgan bir o'zgargan bir altın ko'mdik dedik. Qaraydigan bo'lsak Belkim İshak ayoliga belkim tasalli berib 20 yil saqlagan bo'lishi mumkin. Biz belkim tasavvur qilsak, lekin Yaqubga qaraydigan bo'lsak, Yaqub ayoliga, ya'ni Rahilaga shunaqa ayoli o'zi ochiqlab, menda bola toping, biz o'lganim yaxshi emasmi deb qolgan vaqtida hech tasalli bermasdan Xudoga ortiq qo'yib, seni tug'mas qilib qo'ygan Xudo tursa, men nima qila olaydim deb turib, Rahilaga silliq sipoyimga qilmasdan shunaqa muomala qilganligini biz ko'ra olamiz. O'sha vaqt lekin İshak bo'lsa Xudoga duo qilgan, shunaqmi? Lekin ham İbrahim bilan Saramu bir qadam garchi bularga ba'zan vaqtlarda xatolik o'tkazgan bilan yana ham Xudoning oldiga bir qadam yaqinlashib, Xudodan so'rab mingib qolganligini biz ko'ra olamiz. Lekin hozirgacha Yaqubning Xudoning oldiga kelib, Xudoga topshirib, Xudodan bu masalalarga Xudodan javob izlab, bundaq bir qilgan nimasini biz ko'ramidik desam bo'ldi. Mana shunday qilib Rahila Yaqubmu Rahilaga seni tug'mas qilib qo'ygan Xudo tursa, men nima qila olaydim deb turib tasallimi bermaganda, shunday qilib endi bu Rahila aslimi hadisiga hasad qilib bu nima bola ko'ramaganligidan ichinib ashundan qolgan vaqtida bu Yaqubmu bu Rahilaga tasalli bermasdan qolgan ekan, bu Rahilalik hasad o'ti texmi ulg'uyib, oxiri buning qilgan ishi, ya'ni bu hasad o'tining ep kelgan harakati nima desa, deydigini kichik xotinlikqa berganligini ko'ra olamiz. Ya'ni o'zining deydiki Rahila o'zining deydiki bo'lgan Belhani xotinlikqa elib berganligini ko'ra olamiz. Hamda bu Rahilaning bu deydiki Belha orqali topgan bolalar qo'ygan ismlar qaraydigan bo'lsak, bu Rahilaning ichidagi hasadning biz demasakmi, ya'ni gunohning elib kelgan, ya'ni gunohlik tabiat, ya'ni gunohning elib kelgan, ya'ni gunohlar belli paydo bo'lgan odamdagi narsalarni biz qo'rqinish borligini bildik, hasad borligini bildik. Bu hasadni biz izchil ko'rgan alqi. Toki Abil bilan Qobildan boshlanganda bu o'sha vaqtda hasad tufaylidan bo'lgan emasmi? Xudo deganimiz gunoh sening ishking oldida nima istak unqagan vaqtda sen uni qarshi chiqishing kerak deb turib, shu vaqtda ya'ni hasadni, ya'ni gunohning nimasi ekanligini Xudo shu vaqtda degan. Shunga o'xshash endi bu Rahilaningmi ana shu hasad o'ti buni ulg'uyib hadisi bilan, o'zining hadisi bilan shunday bir hasad orqali kirib chiqqan bir raqobat oilasidagi shunday bir keskin kurashni biz ko'ra olamiz. Qarasak ikkinchi o'g'lisiga, ya'ni Dedigidan tug'ilgan ikkinchi bolasiga qo'ygan ismi, ya'ni ko'rishim degan ma'noda Naftali deb ism qo'yganligini biz ko'ra olamiz. Ya'ni ikkinchisiga, birinchisiga Don, ya'ni ahang jihatda adil hukm chiqadi deb turib, Xudo menga adil hukm chiqadi deb. Ikkinchisida bo'lsa, men adam bilan qattiq kurash qilib, oxir uni yengdim degan ma'noda asos, ya'ni Naftali deb qo'yganligini biz ko'ra olamiz. Qarasak bu biz balkim buni oxir ko'rinishini ko'ra nima qilmay biz ko'rgan vaqtimizda Rasul Xudo adil hukm qilib shuning uchun dan qo'yibdi deb o'ylashimiz mumkin. Lekin bu hargiz Rahilaning qilgan haqiqatan Xudoning adil chiqarib uning o'g'il ataqanligidan emas, balki buning hasad, ya'ni gunohkor ichida xirsiz qilayotgan shu gunoh bo'lgan hasad orqali oilada majro paydo qilib, oilada bir-birisiga raqobat paydo qilib biz qaraydigan bo'lsak,
hadisi bilan, hatta hadisining ballari bilan shu qadar bir inoq bir oila emas ekanligini biz ko'ra olamiz. Ziddiyatga to'lgan bir-birisiga bo'lgan munosabatlarni biz ko'ra olamiz. Shuning o'xshash shu oilasidagi ikki qarindosh bo'lgan hadisingil orasidagi shunday ziddiyatlar, hasad ko'rish orqali paydo bo'lgan shu ziddiyatlar orqali bu bir-birisi bilan shu qadar toki yağandan Xudoning nomini aytib turib Xudoning shunday xalqi nima deymiz, Xudoning bir xislatini o'ttirib qo'yib turib, bu o'zining ko'rishiga, o'zining qilgan xato, gunohining nimasini anqiramay turib, gunohdan kelgan bu hasadga anqiramay turib, aksicha Xudoning xislatini, ya'ni Xudo adil hukm chiqardi. Albatta bu Xudoning asli xislati adil hukm chiqarish, lekin bu yerda o'zining gunohkorlik ish harakatlarining nimaligini anqiramay turib, Xudoning shu xislatini bir o'ttirib yag'an guvohlik berish Xudoga nisbatan shunga o'xshash, shundaq bir nimani Xudoning nomini, xislatini foydalangan deymiz. Mana shunday qilib turib, ismiga don, ya'ni bolasının ismiga don va shundaqla ko'rishim deb turib Naftali qo'ygan bir oiladagi shunday bir nimasini ko'rib olamiz. Andan keyin shundaq mazmunlardan keyin, ya'ni shu Rahila bilan Liyah o'tirsidagi shunday ziddiyatli kurashlar deymizmi? Ziddiyatli kurashlar shunday jarayonda Yaqubning nurg'un farzandlarining shunday kurash bilan to'lganligini biz ko'ra olamiz. Masalan, keyin Liyahmu o'zining bola tug'ish nimasini to'xtab qolganligini bayqab, ya'ni o'zining didiginimi Rahilaga agishib, o'zining didigi Zilpani Yaqubga kichik xotinlik berdi. Zilpamu albatta Yaqubga ikki bolani tug'ib berganligini ko'ra olamiz. Ya'ni Zilpadan tug'ilgan farzandlari, ya'ni Gad bilan Ashir, Yaqubning Zilpadan tug'ilgan, ya'ni Liyahning dediği Zilpadan tug'ilgan ikki farzandi Gad bilan Ashir ishkanligini biz ko'ra olamiz. Biz oldin qatim degan o'xshash, ya'ni Yaqub Rahilani yaxshi ko'rganda, shuning uchun hamda bu yerda qaraydigansa Rahila ham bu jihatdan, ya'ni ustunlik ekanligini deydi-da, ustunlik ekanligimizni ko'ra olamiz. Ya'ni sen agar o'g'ling tepib olgan shu dorisini men bersang, Yaqub bugun kecha sen bilan bilib bo'lsin deb o'z bolasinin, ya'ni darisini, ya'ni tug'maslikqa ishba qildigan shu darisini berish orqali Yaqubning onun bilan birga bo'lishiga shunday bir kechilik shunday uxlashini, ya'ni shu dariga tegishganligini, og'anligini shunday bir davatgan, ya'ni bir ojiz biz qarasak ojiz tarafdan kelgan Liyahning shunday ojiz ovozini bu yerda ko'ra olamiz. Ham shu orqali qarasak Xudoning izchil Liyahga, ya'ni baxt ato qilib farzand ato qilganligini, ham shu vaqtda ham Xudoning uningga yana Saskar bilan Zabulun deb ikki farzand bilan, ya'ni bir qizi, ya'ni Dinani ham ato qilganligini biz bu yerda ko'ra olamiz. Biz qaraydigan bo'lsak, garchi bu yerda Yaqub Rahilani yaxshi ko'rgan bilan biz keyin qilamisak, Hazrat Aysoning nasabnomasi qarasak Yahuda jamoatidan chiqqanda, ham Xudoning uyida, Xudoning chidirida, ibodatxonasida, Xudoning uyida xizmat qilganlar bo'lsa Laviylar, bular masalan Liyahning farzandlaridan paydo bo'lgan, farzandlar orqali kelib chiqqan o'sha nimalarni ham ko'rib olamiz. Gerçi endi Yaqub bu ailesidagi bu ayollardagi bu majralar, ayollardagi munosabatlarga bu Yaqubning qilcha ovozi chiqmaydi-da, bularning orasida. Bir aile boshliq bo'lish salohiyati bilan, bir er bo'lish salohiyati bilan bu ailesiga, bolalarga hatta buning qanday bir qilgan ovozini biz hozircha ko'ramaymiz. Oxiridami Yaqubning ovozi ham bir diqqat qilib ko'rib o'tish, mazmunlarga ko'rib o'tishimizga ham to'g'ri keldi. Endi mana shundaq, shu hadisning ilishkisini, ya'ni Rahila bilan Liyah ilishkisidagi ziddiyatlar shundaq keskin va raqobatlar izchil shunday elib kelayotgan shunday vaqtlarda bu ikkisi orasidagi ziddiyatga Xudo araga tushib, bular ikkisidagi shu ziddiyatning boshlanish nuqtasi bo'lgan Rahilaning tug'masligi, shuni Xudoning hal qilganligini biz ko'ra olamiz. Ya'ni keyin Xudo Rahilani yod etib duosini ijobat qildi deb qarandi. Rahilaning duosini, ya'ni Rahila o'zi duo qilgan o'xshaydi Xudoga. Rahilaning duosini ijobat qilib, uni farzand yuz ko'rgan qilganligini ko'ra olamiz. Biz qaraydigan bo'lsak, farzand yuz ko'rgan qildiganmi, farzand yuz ko'rmaydigan qildan biz oldingi babda, ya'ni Abimelek bilan Ibrohim voqeasida biz degan to'qalqi
Saran Abimelek nimasiga aketgandan keyin Xudo ularni jazolab, ordasidagi barliq ayollarni tug'maslik qilayotgan deganni biz ya'ni balyotqisining ishigini itibatgan degan ibronicha so'z orqali yozgan edik. Shu vaqtda ya'ni Xudo baxt va barakat ya'ni farzand ato qilish, farzandning qilish Xudoning nimasi ekanligini biz shu vaqt Xudoning huquqidagi masala ekanligini biz aytganga o'xshash. Endi muqaddimmi ya'ni Xudo ya'ni Rahilaning shu balyotqisining ishigini ochgan degan o'xshash farzand yuzi ko'rdigan qilgan deb turib Xudo Rahilani yod etib duosini ijobat qilgan deb shunday mazmun bor. Ya'ni Xudo o'zi bu hadisning ilishkisining orasidagi shunday ko'rashni, keskin ko'rashni, hasad ko'rishini Xudo o'zining hal qilganligini biz ko'ra olamiz. Yaqubga qari bo'lmagandan keyin Xudo o'zining hal qilganligini biz ko'ra olamiz. Ya'ni Rahilaga ana shundaq farzand yuz ko'rib, ya'ni ko'rgan qilib bir bala ya'ni bir o'g'il tuqqandan keyin Yusufni tuqqanligini biz ko'ra olamiz. Hamda mushuningdan keyin ya'ni Xudo mushu ishni qilgandan keyin Yaqubda azroq o'zgarish paydo bo'lganligini biz ko'ra olamiz. Ya'ni Rahila Yusufni tuqqandan keyin Yaqub Labanga "Menga ruxsat qiling, o'z yurtimga qaytay. Ayol va balchaqlarimni elib ketishimga ruxsat qiling" deb ya'ni Labanning oldiga ya'ni Labanga men qaytishimga ruxsat qiling deb ruxsat so'raganligini biz ham ko'ra olamiz. Biz qarasak toki mushiga qadar Dina bir qizi bilan ya'ni 11 o'g'il Yusuf qadar 11 o'g'il Dina bilan 12 ta Benyamin tug'ilmagan vaqti mushu vaqtga qadar oilasi ya'ni mushu Yusufning demak Yaqubning texi bir ovozini anglamagan edik. Bu oilasiga nisbatan bo'lsin hech qanday bir ovoz anglamagan edik. Endi Yaqub endi men oilam ya'ni ruxsat qiling o'z yurtim qaytay deb Rahila o'z yaxshi ko'rgan ayol Rahila farzand yuzi ko'rib ya'ni tug'ib Yusufni tuqqandan keyin bu Yaqubda o'zining ayoliga bo'lgan o'zining oilasiga bo'lgan ko'ngil qo'yishning boshlangani ya'ni o'zining oilasiga bo'lgan mas'uliyatchanlik tuyg'usi bilan ya'ni oilasiga bo'lgan oila boshliqlik shu mas'uliyatini his qilganligini biz bu yerda ko'rib olamiz. Mana shundaq o'zining oilasiga bo'lgan mas'uliyat tuyg'usi shakllangandan keyin boshlangandan keyin andan keyin bu Labandan ailam ya'ni uyimga qaytay, balchaqlarimni ilib ketishimga ruxsat qiling deb ya'ni men ailamni o'ylamasam bo'lmaydi, men ailamni o'ylashim kerak deb 29-30-oyat qarasak men o'z ailamni o'ylashim kerak endi degan o'sha so'zlar bor. Shunga o'xshash o'zimiz ya'ni o'z yaxshi ko'rgan ayoli Rahila Yusufni tuqqandan keyin buningda paydo bo'lgan shunaqa bir oila boshliq o'zining oilasiga bo'lgan bir mas'uliyatchanlik bir tuyg'usining shakllanganligini biz ko'ra olamiz. Endi biz qaraydigan bo'lsak, ya'ni mushu mazmunda ya'ni Xudoning Parvardigor Xudoning Yaqub sababidan Laban oilasiga baxta taqallığı mishadi chiqdi. Ya'ni Laban deydi-da, "Sen mendan xo'shal bo'lsang, mening yenimdan ayrilma. Men hozir boy bo'lib ketdim. Parvardigorning menga baxta taqilganligi sening yenimda bor bo'lganligingdan ishkanligini palet sharqli tunib ketdim" deb. Garchi bu o'zining usuli, o'zining e'tiqodi bo'yicha buni so'zlagan bilan haqiqatan hamda bir nimaning baxti taqilishi, bir oilaning baxti, hamma odam hamda baxt barakatning manbasi Xudoda, Parvardigor Xudo o'zi. Shuna o'xshash Parvardigor Xudo bu Yaqubning sababidan Laban oilasiga baxti taqilganligini hamda bizlarcha bir yon ovoz Labanning ovozi orqali biz Parvardigor Xudoning Yaqubni qanday himoya qilib, Yaqubni qanday qo'g'dayotganligini, Yaqubga qanday baxtda taqayotganligini biz Labanning ovozi orqali ham his qila olamiz. Shunga o'xshash Parvardigor Xudo izchil, ya'ni Xudo o'zi va'da bergan, ahd tuzgan emasmi Yaqub bilan? Men seni qo'g'dab, sana baxtda taqilib, seni oilangga qaytarman deb turgan o'xshash va'dalar bergan emasmi? Shunga o'xshash shu va'dasi bo'yicha Parvardigor Xudoning izchil shu vaqtlarda shu jarayonlarda Parvardigor Xudoning izchil Yaqubga baxtda taqilganligini biz ya'ni izchil baxtda taqilib himoya qilib kelayotganligini biz bu yerda ko'rib olamiz. Shunga o'xshash endi Yaqub sababidan Labanga baxtda taqilgan o'xshash endi yana bir tarafda endi Parvardigorning bular deyishida emasmi? Ayrilib ketish uchun, ya'ni ish haqqi uchun, ya'ni Yaqubga, ya'ni Laban deydi, "Men sana nima berishim kerak?" degan vaqtda men Parvardigor men yeningiz bo'lganimdan sizga baxtda taqildi. Endi men o'z ailamni o'ylashim kerak deb turib 30-oyat qaraydigan bo'lsak, 30-bob 30-oyat qaraydigan bo'lsak, Labanning
Yakup kelishdan burun bo'lsa qo'l ilkida unchalik bek bavuldigan unchalikmi boy oila emasligini kelishdan ilgari yana Yakup o'zimda sizning qo'l ilkingiz ancha yo'q edi, hozir boyligingiz shuncha ko'paydi, parvardigor mening yeningiz bo'lganimda sizga baxt ato qildi, endi men o'z oilamni o'ylashim kerak deganimizdan biz bayamqi ya'ni Laban oilasining Yakup sababdan parvardigorning baxt ato qilganini biz ko'rib o'tgan o'xshash. Endi shu vaqtida ya'ni endi qaytishim kerak degan ekan, Laban deydi, "Sana nima berishim kerak?" degan vaqtida, ya'ni ish haqqi uchun Yakup o'zining ish haqqi uchun qari qo'y, tag'il qo'y, chipar qo'ylarni, ham shuni chipar o'shga, tag'il o'shkalarni o'ziga qilib qolganini Labanni qilish qason deb turib, ya'ni o'sha mallarni o'ziga ato qilgan, o'ziga qilgan, ya'ni o'ziga bergan ish haqqi bo'lish uchun, ya'ni ayiradigan bo'lgan emasmi? Shular ya'ni bir mezgil qo'y baqqan, ya'ni mallarni Labanning qo'l mallarini baqqandan keyin bayam degan o'sha qari qo'y, tag'il qo'y, chipar o'shka, shu tag'il o'shkalar Yaqubga tava, ya'ni Yaqubning ish haqqi sifatida Yaqubga tava bo'lib qolganlar bo'lsa, Labanga tava bo'ldigan bo'lib, ashuna kelishgan emasmi? Balkim buni biz mana tushunalamiz, qo'ylarning, o'shkalarning hammasini sorti bor emasmi? Masalan, vatanda makit qo'yi degan o'xshash, andan rambol qo'y deb biz kichiklarning qo'ylarning sorti bor. Andan Altay qo'ylari deb. Har bir qo'ylarning sorti shu qadar o'xshamaydi-ku. Shunga o'xshash endi bu Labanga sort qo'y, ya'ni qo'ylarni, sortliq bo'lgan shu taraflarni qo'y mallarni Laban qoldirib, endi shu sortsiz bo'lgan, arsada chiqib qolgan chala, chipar degan o'xshash, qara qo'y degan o'xshash ularni Yaqub o'ziga olgan bo'lgan o'xshaydi. Biz qaraydiganmiz-ku, sort qo'ylar bir qadar qimmatlik, boshqa qo'ylar qaraganda bahasi yuqori bo'ldi. Biz burunsidan o'sha qo'ylarning yung orqali kiygiz to'qiydi va qo'ylar yung orqali nurg'un milqi. Shuning uchun ham qo'ylarning, sort qo'ylarning o'zi nəhayət qimmat, yəni bahası yuqori bo'lgan qo'ylar ekanligini biz ko'ra olamiz. Shuningdek, Laban bo'lsa sortliqlari qimmat baholiq shu mallar o'ziga Laban qoldirib, Yaqub o'zini bo'lsa endi sortsiz chipar, tag'il degan o'sha shularning Yaqubga tava bo'lganligini kelishib, ularni ayirganligini biz ko'rib olamiz. Tekst shuni aytadi. Lekin mushunda kelishib bo'lgandan keyin yani Laban Yaqubni ikkinchi qatam aldamoqchi bo'lganligini biz yana ko'ra olamiz. Ya'ni shuna kelishib bo'lgandan keyin shu kunisi kechda yana Laban shu Yaqubga tegishib bo'lgan tag'il va chipar, erkak o'shkalar bilan chipar oq rang aralashgan shu tish o'shkalarni va qari qo'ylarni astirdan ayirib, o'z o'g'illariga baqtirgan qilib ayirib etgan. Ya'ni Yirahiyaga 3 kunlik orliq bo'lgan shuna bir Yirahiyaga kelib qo'y ballarini, ya'ni o'zining o'g'illarini baqtirganligini. Yaqubga bo'lsa shuna oz qolgan shuna xalqi mallarni Yaqubga az tava bo'lgan shu mallarni sortiq mallar bilan az shuna nimalarni baqtirganligini da'vatidi. Shunday ahvol ostida Yaqubning albatta bu yerda qozoq ishlab, ya'ni qozoq yasab, kesib, shuna nim chiqarib, qozoq yasab, shu juplashgan otini oldi qo'yib qolganligini deydi. Lekin biz bu yerda haqiqatan Yaqub shunda qozoq yasab, mallarning juplashgan otini oldi qo'ygan shuna qozoqlari tarafidan endi bu mallar shu qadar haqiqatan shuna tug'dimi, shunda qildimi degan bir savol berdi. Bu albatta Yaqubning bunday qilganligidan emas, biz bayam deb o'tgan o'xshash baxt barakatning manbasi Parvardigor degan edi emasmi? Shuning o'xshash Yaqubning shunday aldanayotgan, ya'ni Laban tarafidan shunday xalqi aldanayotgan, ya'ni Labanning Yaqubni shunday aldigan shunday ahvol ostidami? Parvardigor Xudoning o'zining qanday qilib Yaqubga himoya bo'lgan, Yaqubga yordam qilgan, Yaqubga baxt barakatligini biz ko'ra olamiz. Ya'ni shunday az bir turkum mallarning ichidami Xudoning yenilan bularga tag'il chipar qo'zlarni tug'dirish, ya'ni shoxlar oldida juplashgan mallarga tag'il va chipar qo'zlarni tuqqanligini ko'ra olamiz. Ham Yaqub bilan ayirib qo'ygan emasmi? Shunga o'xshash Xudoning yenilam Yaqub tarafda bo'lib, Yaqubga baxt ato qilib, barakat ato qilganligini, ya'ni shu mallarga barakat ato qilganligini ko'ra olamiz. Ham bu yerda Xudoning barakat ato qilganiga tushlik Yaqubni o'zimi yana o'riq mallar bilan semiz qo'llarni mallarni o'riq mallar bilan semiz mallarni, ya'ni qanday juplashtirib, qanday ayirishga nisbatan ham Yaqubning buningga aktivlik bilan, ya'ni sog'lom mallar juplashgan vaqtida shoxlarni qilmay, lekin tin aziz mallar juplashganda shoxlarni sanjimay, sog'lom mallar bilan shoxlarni sanjib, shu sog'lom mallar juplashgandan keyin shu sog'lom
qo'zlarni tug'di emasmi, shuna qilib sog'lom va semiz qo'ylar uzun o'tmaylar, qo'y o'shkalar uzun o'tmaylar Yaqubga tava bo'lib, ojizlar, tin ojiz nimalar bo'lsa, Labanға qilib qolganligini shundoq qilib, shundoq yo'l bilan, ya'ni Yaqubning bag'ansi shundoq qilib, Yaqubning bag'ansiri beyib ketganligini va nurg'un qo'y padilarga, er ayol qullarga, to'ga va eshaklarga ega bo'lganligini aytdi. Endi bu yerdan biz nimani qila olamiz? Nimani tushuna olamiz desa, Xudo bizga himoya bo'lgan ekan, Xudo bizning tarafimizda bo'lgan ekan, Xudo biz tarafda, bizning bilan birga bizgi bilan birga mengayotgan ekan, bizmi aktivlik bilan Xudo bilan birga mengishimizga to'g'ri keldi. Xudo bizni yo'lab mengayotgan bo'lsin, biz Xudoga intilmay, Xudoga qaramay unda qilsak, bu mu yana o'zimizning imonsiz, e'tiqodsizligimizning bir nimasini keltirib chiqardi. Masalanga biz qaraydigan bo'lsak, Yoshua qismini o'qiydigan bo'lsak, shu ya'ni Tavrat 5 qismdan keyingi Yoshua sardarlar bor emas, shu Yoshua qismini o'qiydigan bo'lsakmi, Isroillar Qanon zaminiga kirgan vaqtida 12 qabila bo'lib Qanon zaminiga kirib, ularning yer taqsim qilgan mazmunlar bor emasmi? Shu yer taqsim qilgan shularning Isroillar kirib, shu Qanon zaminidagi har qaysi qabilalar bilan urush qilgan jarayonni qaraydigan bo'lsakmi, shu Yahuda qabilasidagi va bir qism qabilaliklarning aktivlik bilan nima deydi desa, Parvardigor Xudo bizni billah, Parvardigor Xudo bizga va'da bergan, biz shu joyga kirib, biz ular bilan kurashgan vaqtimizda bizning oyog'imiz tekkan, ya'ni Parvardigor bizga ato qilishga va'da bergan deb turib, Kalab bog'u Yoshua bilan Kalab ikki nima Musa payg'ambar davrida Qanon zaminiga berib kuzatib kelishga 12 nimasini yevatgan vaqtida Yoshua bilan Kalablam o zaman nihoyatda katta ekan, Xudo haqiqatan bizga katta, ya'ni yaxshi yani beribdi, biz kiraylik deb qolgan o'nisi yo'q, o zamandagi xalqlar bak cho'nkan, gigant odamlar bor ekan, biz ularning oldida kichikkanmiz deb balki İsraillarning, butun Isroil xalqining qalbini suv qo'ydi-da, qo'rqib. Lekin bu ishki so'zi biz cho'qim ala olamiz, Parvardigor biz bergan zamin yaxshi-kan deb shuna ishonch qilgan emasmi? Shu bu ishkisi qilib qolganlari qolgan Isroillar e'tiqodsizlik, imonsizlik sababini cho'lda, o'liklar cho'lda qilib qolgan emasmi? Shunga o'xshash mush Kalab ham keyin Qanon zaminiga kirgan vaqtida o'zi aktivlik bilan, shunday e'tiqodi bilan, ya'ni Xudo menga shu va'dani bergan, shuning uchun men kurash qilib mush zaminlarni o'zimga alay deb turib, Kalabning, ya'ni Yahuda qabilasidagi Kalabning shuna cho'ng zaminlarni elib, nurg'un hatta jang arvozi bor, shu vaqtlarga nisbatan urush qurollari kuchli bo'lgan shunday bir qabilalarni mag'lub qilib, shunday zaminlarni o'ziga miros qilib, taqsim qilib olganligini biz ko'ra olamiz. Bu orqali nima demoqchi desa, ya'ni Xudo bizga baxt barkat ato qilgan ekan, Xudo bizga hamroh bo'lgan ekan, Xudo bizni himoya qilayotgan ekan, biz cho'qim Xudoga tayinib, Xudoga bo'lgan ishonchimiz, Xudoga bo'lgan imonimiz bilan hayotimizdagi har bir ishlarga yuzlanishimiz kerak. Ya'ni hayotlik kurashimizni davomlashtirishimiz, Xudo bilan birga hayotlik kurashimizni davomlashtirib, Xudo bilan birga yengishimiz to'g'ri keladi. Bu hayotlik kurashimiz degan vaqtimizda ba'zanda bizning qalbimizdagi kon tabiatimiz bilan bo'lgan kurash, kon tabiatimiz bilan bo'lgan shuna bir o'zimizning yangi tabiatga erishishimiz uchun kon tabiatimizni tashlab o'zimizni isloh qilgan shuna bir kurash bo'lsa va ba'zan bizning hayot doiramiz va ba'zan oilamiz orasida haqiqatan Xudoning haqiqati bilan, haqqoniyligi bilan oilamizni Xudoning shu haqqoniyligiga to'lgan oila qilishimiz uchun shundoqni qilishimizga to'g'ri keldi. Va ba'zanda bizning xizmat doiramizda ham shundoq xizmat doiramizda ham e'tiqodchilar degan olmaydi. Ko'pincha e'tiqodsizlar bo'lishi mumkin. Biz e'tiqodsizlar orasida ham biz Xudoning obrazi bilan, e'tiqodimiz bilan, imonimiz bilan, ishonchimiz bilan shu joyda mehr muhabbat holatda shu nimalarga qilishimizga to'g'ri keldi degan o'xshash. Shunga o'xshash biz bu orqali ham bizning, ya'ni Xudo bizning bilan birga bo'lgan vaqt, ya'ni Xudo bizning bilan birga bo'lgan ekan, Xudo bizning bilan birga jang qilgan ekan, hayotimizning yo'lidagi barliq yo'llarimizda, barliq ishlarimizda Xudo biz bilan jang qilib bizni aytmadi ekan. Ham Xudo o'zi Iso Masih o'zigan Alloh bir g'alaba shodligini bizga ato qilib qo'ygan. G'albini biz yana har vaqt Rab Isoga tayinib, biz uningdan cho'ng ishlarni, ulug'vor ishlarni qila oladiganimizni Rab Iso o'zi va'da bergan.
Shundaqla Pavlusmu Filipplar yazılan xat 4. bab 13. ayet qaraydigan bolsaqmı. Manga kuch qudrat ato qiluvchi Rabbimiz Iso Masih sayınıb Xudo mendan talab qilgan har qanday ishni qila olayman deganga nemin bormizmi? Shuning o'xshash Xudoning bizning bilan birga bo'lganligi kuch qudrat. Xudoning bizga taqgan kuch qudrat. Rabb Iso orqali taqgan kuch qudratning, mehr shafqatning shu qadar cho'ng, shu qadar mo'lligini, shu qadar kuchli ekanligini biz har vaqt anqirab turib, Xudo bilan birga biz beshidan boshlangan o'xshash Xudo bilan birga har vaqt Xudoga tayinib, Xudo bilan birga hayotimizga qarab, Xudoni o'zimizning qalb taxtimizga podshoh qilib turib, hayotimiz ustidan, yer yuzi ustidan, dunyo ustidan g'alaba qilgan bizlar shu g'alba shodligi bilan har kunimizni Xudoning ulug'ligini ko'rib, Xudo bilan birga, Xudoni xursand qilgan ishlar bilan o'tkazishimiz kerakligini ham biz bu yerda ko'ra olamiz. Ma'qul qarindoshlar, biz yani bugungi mazmun uzrab ketdik. Chiqning qamayli. Biz hamda keyingi sonda ko'rishaylik. Hammanglarga biz bugungi mazmunni 5dan boshlanishdim degan o'xshash, hozir tugagandim xulosalaganga o'xshash. Biz hammamizning Xudoning bizga taqgan mehr shafqatining, Xudoning bizga taqgan kuch qudratining naqadar mo'l, naqadar cho'nqur ekanligini har vaqt his qila oladigan, sizlarga Xudodan kelgan shunday bir cho'nqur ro'shan qalb, shunday bir muqaddas ruhdan kelgan aql, farosat, Xudoning so'zini tushuna oladigan shunday bir aql, idrok Xudoning sizlarga ato qilishini tilayman. Biz ham keyingi sonda ko'rishaylik. Hammanglar omon bo'linglar.